yangi uy olguncha oilam bilan hovlida ijaraga turaman degan akalarimiz uchun shunaqangi chiroyli bitta ixcham hovli ijaraga topib qo'ydim. Narxi nerealniy narxda. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, oxirida narxini aytaman. Bu hovlimizda umumiy xonalar soni 8 ta, ya'ni bu tarafda bir uy bir davz, bu tarafda bir uy bir davz, to'g'rida esa zal. Pastlarda podvallari bor, tevada boloxona, ya'ni balkon deymiz biz. Bu yerda bitta konteyner bor. Bu tarafda bizni hammom, rakvinasi bor, ichkarida dush. To'g'riga o'tganimizda bu yerdan bitta rakvina joylashgan, hovlida. To'g'rida esa bizni oshxonamiz joylashgan. Buni yonginasida esa hojatxonasi bor. Bu ham juda ham chiroyli kafellarni terib, zo'r qilib qo'yishgan. Xonalarimizni ko'rsangiz ham bo'ladi. Bu yerdanchidan bir egalar yashamaganliklari sababli bu yerda ozgina chang. Bularga e'tibor bermaysiz. Agar siz ko'chib keladigan bo'lsangiz, bu yer juda ham chiroyli qilib turib, artib, tozalab berishadi. Bu xonamizni esa siz ko'rishingiz mumkin. Bu yerda egalari bir oyda bir marta kelib o'tirishadi. Bu yerda o'zining televizori bor, shkaflari bor. Bu joyda spalni zonada o'zini hammom, tualeti joylashgan. Manzilni tushuntirsam, Chorsu, Vorovskiy ko'cha, ya'ni Chinor MFY'ning ro'parasidagi ushbu ko'chadan to'g'riga kirganingizdagi to'g'ridagi uy ijaraga beriladi. Uzunlar ko'ryapsizmi? Baribir hovlida yashashi gashti boshqacha. Bu joyda egalardan boshqa hech kim hali yashamagan. Ya'ni agar siz keladigan bo'lsangiz, siz birinchisi bo'lasiz. Agar yaxshi oila bo'lsa, narxini $300 kelishtirib beraman dedilar. Narxga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Nomerlarni video ostida qoldiraman, bemalol telefon qilib gaplashib olsangiz bo'ladi.